Xo'p, Najot ta'lim markazi o'zi umumiy dasturlash, dizayn va marketing kurslaridan iborat umumiy va yosh chegaralarimiz umumiy 15-16 yoshdan 36 yoshgacha bo'ladi va bizdagi aytganimdek dasturlash, dizayn, marketing va yaqinda mobilografiya, data analitika va yaqinda yana no-kod ham qo'shiladi. Shu kurslarimiz bor. Umumiy dasturlash kurslarimiz ikki turga bo'linadi. Bular foundation va result bosqichlari bo'ladi. Foundation studentlarimiz noldan boshlab o'rganib chiqishadi, bazaviy bilimlarni egallab, undan keyin imtihondan o'tib, keyin result bosqichida sayt yoki ilovani tanlab turib, shuni mutaxassis bo'lib chiqishadi. Keyingi etapdagi bu dizayn kurslarimiz, ya'ni dizaynda bu grafik dizayn kurslari bo'lib, asosan katalog, flyer dizayn, logotiplarni, sun'iy intellekt dizaynlarini o'rganib chiqishadi va bemalol keyinchalik shu sohada ishlab ketishsa bo'ladi. Bu yana eng plus tarafi erkin grafikda ishlashlari mumkin bo'ladi. Dizaynimizniki 1.300.000 bo'ladi va davomiyligi 6 oy, haftasiga 3 marta 2 soatdan bo'ladi. Dasturlash kurslarimizdagi boshlang'ich foundation kursimiz 1.650.000 bo'ladi. Davomiyligi 4 oy, haftasiga 3 marta 3 soatdan ikkita ustoz bilan shug'ullanishadi. Undan keyin result bosqichi уже tanlagan yo'nalishlarga qarab o'zgarib boradi. Davomiyligi saytlarimizni tanlash